Chingiz haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Chingiz Samarqand viloyatida tug'ilgan. Asl ismi Furqat, familiyasi Ahmedov. Chingizning millati o'zbek. Yoshlik vaqtlarida kompyuter o'ynashni juda yoqtirgan. Non pishirib sotish bilan shug'ullangan. Xolasi topgan qizga uylangan hamda ichkuyov bo'lib yashagan. Chingiz uylanguniga qadar qizlar bilan munosabat qilmagan. Yoshligida uyi yo'qligi sabab ko'chalarda yotib yurgan. To'yi juda sodda bo'lib o'tgan. Ukasi Chingizning to'yida akasi bilan umuman gaplashmagan. O'sha vaqtda xotini bilan o'g'il farzand ko'rishgan. Farzandlarini juda yaxshi ko'rgan. Hozirga qadar unga hech kim kerak emas degan fikrda va yolg'iz yashashni afzal ko'radi. Chingiz fikri bo'yicha u hech kimning hayotiga qiziqmaydi. Chingiz asosiy faoliyatini TikTok platformasida olib boradi. 2022-2023 yillarda juda katta mashhurlikka erishgan. Chingiz hech kim bilan do'st emas. Chingiz yoshligida maktabda juda yomon o'qigan. Sababi maktab davrlarida deyarli maktabga bormasdan ishlagan. Chingiz O'zbekistonga qaytish niyati yo'q ekanligini aytgan. Chingizni ko'plab yaqinlari bu dunyodan o'tib ketishgan. Avval ota-onasi, keyinchalik ukasi ham bu olamni tark etishgan. Chingizning yoshligida barcha ustozlari yaxshi ko'rgan. Chingiz maktab davrlarini qumsaydi. Hozirda Chingizning deyarli barcha gaplari trendda. Bu kim edi bu? Qodir Ali? Chingiz hayotdan to'ygani haqida juda ko'p aytgan. Ota-onasi vafot etishganidan so'ng tog'asi uyni Chingizdan tortib olgan va uni ko'chaga haydagan. Chingiz hozirda Rossiyada yashaydi. Ko'pchilikka asl hayotini ko'rsatmaydi. Obrazda kambag'al kabi yashasa ham asl hayotda mo'maygina daromad qiladi. Chingizning sevimli kuchugi bor edi va u kuchuk Chingizning strimlarining biridan o'lib qoladi. Mashhur dizayn jamoasi Chingizni o'z jamoalariga taklif qilishgan. Shu kunga qadar biror marotaba hech kimga intervyu bermagan. Hozirda YouTube'da gaming yo'nalishida strimlar qiladi. Ushbu yo'nalishda YouTube kanal ochishda unga senator ko'maklashgan. YouTube'dagi eng birinchi strimini senator bilan birga qilishgan. YouTube'dagi Chingizning kanali Chingiz Berserk deb nomlanadi. Hozirgi kunda ushbu kanalda Chingiz deyarli har kun strimlar qiladi. Eng birinchi strimida GTA Online o'yinini o'ynagan va ushbu strim 2023-yil 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan. Ushbu kanal ochilgan kun ham 2023-yil 3-sentyabrdir. Chingizning Chingiz Berserk YouTube kanalida hozirda 83 mingdan ortiq obunachilar bor va bu ko'rsatkich kundan kunga oshmoqda. YouTube kanalida bir kunda 5 ming obunachi yig'gan. Chingiz juda ko'p bora boshqa TikTokerlar bilan konfliktlarga borgan. Onadan so'kkani uchun uni uyiga bostirib borib, soch soqolini qirib tashlashgan. Strimlarni kichik kulbasida olib boradi. GTA Online o'yinini sevib o'ynaydi. Eng ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lgan audiolari ham shu o'yinni o'ynayotgan vaqtida olingan. Chingiz Aslanboyning muxlisi ekanini aytgan. Chingiz 15 ming dollarga kompyuter yig'dirgan. Chingiz kompyuter o'yini yaratish niyati borligini aytgan. Chingiz donaterlarni dadalarim deb aytadi. Chingiz TikTokdan topgan pullarini faqat o'zi yechadi. Boshqa hech kimga ishonmaydi. Chingiz aytishi bo'yicha kuniga 40-60 dollar TikTokdan pul topadi. Ammo aslida qancha topishi hech kimga noma'lum. Chingiz o'z obunachilariga og'alar deb murojaat qiladi. Chingiz aslida doim kulib yurgani bilan ichidagi dardini hech kimga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Chingizni soch va soqolini o'stirib yurgani uchun Robinson deb ham atashadi. Vaqtida Sardor Gang bilan do'st tutinishgan, ammo keyinchalik o'rtalarida nizo chiqqan. Chingiz kuchugi o'lganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ancha vaqt ko'rsatmay qo'ygan. Chingiz tug'ilgan kunini doim yolg'iz nishonlaydi. Chingiz obunachilari bilan juda iliq munosabat qiladi. Ko'plab efirlarda obunachilari bilan telefonda gaplashishadi ham. Chingiz gadoy degan so'zni muhtojga almashtirish kerak degan fikrda. Chingizdan obunachilari doim efirda baqirishini so'rashadi. Chingizni mashhur o'zbek sportchilari ham qo'llab-quvvatlashadi. Chingiz kuchugining ismi Balu bo'lgan. Chingiz ukasining ismi Bahrom. Chingiz ukasi hayot yoki vafot etganligiga hozirgacha shubha qiladi. Chingiz hech kim uning yoniga kelmasligini va bezovta qilmasligini xohlaydi. Chingizga juda ko'p TikTokerlar sevgi izhor qilishgan. Eng ko'p TikTok battleni Nigina bilan o'tkazgan. Hozirda Chingiz aytgan deyarli hamma gapi juda mashhur bo'lib ketadi. Chingizning Mostona nomli qo'shig'i ham bor. Chingizga ukasini topib bergan odamga 10 ming dollar beraman deb aytgan. Chingizni kinoda rol o'ynashga taklif qilishgan. Chingiz fikricha, YouTube'da
TikTokdan ko'ra donaterlar ancha boyroq. 15 yildan buyon yolg'iz yashashni aytgan. Chingiz ko'pincha yarim tayyor mahsulotlari bilan ovqatlanadi. Chingiz spirtli ichimliklar iste'mol qiladi. Juda ko'p bora yig'lab, jonli efirlar qilgan. Chingiz yoshligida ozg'in bo'lgan. Aytishlaricha, Chingizning sochini jonli efirda Sherxon nomli inson olgan va bu ishi uchun Sherxon undan uzr so'ragan. Chingiz Telegramdagi kanallarda ham aktiv hisoblanadi. Shuhrat Musayev Chingizga O'zbekistonga kelishiga yordam bermoqchi bo'lgan. Chingizni TikTok qiroli deb ham atashadi. Chingizga YouTube'da stream qilishni shaxsan senator o'rgatgan. Chingiz qo'rqinchli o'yinlar o'ynashni yomon ko'radi. Chingiz otda sayr qilish va velosiped minishni yoqtiradi. YouTube'dagi stream vaqtida monitorni sindirib qo'ygan. Eng yoqtirgan mashinasi Lamborghini Urus. Uylanishdan oldin farg'onalik qiz bilan sevishgan. U qiz bilan hech qachon ko'rishmagan. Chingizning onasi 18 yil davomida nonvoylik bilan shug'ullangan. Yoshligida 31 dekabr kuni 400 ta non va 700 ta patar olib Toshkentga olib borib sotgan. O'sha kuni 1 800 000 so'm toza foyda qilgan. Chingiz o'zini yahudiyman deb atagan, ammo dini haqida aniq ma'lumot yo'q. Keyingi videomiz kim haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.